Bilamizki, Qashqadaryo hududida ko'plab tarixiy obidalar va tarixiy joylar mavjud. Bugun Qashqadaryo viloyati tarix va madaniyati davlat muzeyining jamoasi yana bir tarixiy obidani o'rganish va uning atrofidan topilgan tarixiy ashyolarni ko'zdan kechirish uchun tashrif buyurishdi. Bu tarixiy obida Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida joylashgan Xo'ja Abdulaziz Ansoriy masjidi edi. Bu tarixiy obidadan minglab tarixiy ashyolar topildi va muzey fondidan joy oldi. Qashqadaryo viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyi ishchi guruhi tomonidan mana bugun Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Xo'ja Abdulaziz Ansoriy ziyoratgohi maqbarasida amalga oshirilgan arxeologik ekspeditsiya davomida o'tgan tarixining 14-15 asrlarga oid bo'lgan arxeologik topilmalar topildi va bu topilmalar Qashqadaryo viloyati tarix va madaniyat davlat muzeyi fondiga rasmiylashtirilgan. Madaniyat va tarix davlat muzeyi xodimlari bilan birgalikda Xo'ja Ansoriy me'moriy obidasidan kichik qarashmalarni muzey ro'yxatlari kitobiga kiritish uchun topshirishyapti va bu yerda ilmiy xodimlar ishlayapti. Bu endi asosan 14-15 asrga oid Xo'ja Ansoriy ziyoratgohi esa asosan 10-asrda bir yirik olim sifatida olingan. Bu yerda ko'rib turgan binoyimizdan eng qadimgi binolardan biri yasalib chiqqan asosan tunlar va nima deydi loydan olingan. Bu yerdagi esa hozirgi kundagi zamonaviy holati. Ya'ni ziyoratchilardan o'qish uchun bu yerda hozir ham aholi nima deydi ziyorat maqsadida foydalanisharkan. Ertalab kelganimizda ko'rdik, kelib ziyorat maqsadida foydalanishar ekan. Shunday.